Yelkalaringizni ko'taring. 4 ta nuqtani qattiq ushlab oling. Xato. Ko'zlaringiz mana bunaqa, qovurg'alaringiz mana bunaqa. Siz boy bo'lmoqchimisiz? Ha? Yo'q, siz nima deyapsiz? Ha, da. Boy bo'lmoqchimisizlar? Ha. Baxtli bo'lmoqchimisiz? Ha. Ha, deb yig'layapsiz. Baxtli bo'lmoqchimisiz? Ha. Kerakli bo'lmoqchimisiz? Ha. Mana shunday yuzlari ochiqda baxt ham, boylik ham, omad ham, muhabbat ham ochiladi. Bunaqa ko'zlaringiz yig'lagan, ta'sirchan bo'lib, qo'llaringizni mana qilsangiz hech qaysi ochilmaydi. Baxt, omad, boylik hammasi yuqori darajali qadr qimmatga ega bo'lgan pog'onalar. Ularga men baxtli bo'lmoqchiman, boy bo'lmoqchiman. Ki qo'llaringizni bunaqa pishdi qol deydi. Ular ham chaqna berib, baland ovozda "Ha, men baxtliman, men zo'rman, men boyman" desam, ular boy, sizdagi o'xshagan bolalar, odamlar bunday tursa boy, badavlat, kerakli, bilimli bo'la olmaydi. Bilim ham, hamma narsa ochilgan odamga ochiladi. Yopiq odamga ochilmaydi ular.